Assalomu alaykum. Kuzatuvchilar, navbatdagi vitrina xolodilnigimizni Farg'ona shahar Chekshora degan mahallasiga olib kelib o'rnatdik. Akamiz xonadonlardan ochgan ekanlar do'konni. Mana ko'rishingiz mumkin. Jihozlarni ham endi hamma narsani marezilkalar kiyibdi. Hamma narsani o'rnatilyapti. Xudo xohlasa mana ekonom motorda vitrina xolodilnigimizni olib kelib o'rnatib berdik. Vitrina xolodilnigimiz razmeriga keladigan bo'lsak, shu standart ko'pchilik oladigan razmer shu 2 metrga 2 metr, eni 65. Polkalari almashadi. Xohlagan mahsulotga moslashtirib olishaveradi.